Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizda xursandmiz. Xudo xolasa yana bir darvozamizni o'zimiz Namangan Kosonsoyga olib kelib o'rnatdik. Ko'rishingiz mumkin. O'sha ikki qavatli taraq fason deymiz. Xudo xolasa bu ham trenddan tushmayapti. Taraq fason darvozamiz. Har safar darvoza o'rnasak, darvozamiz qisqacha bo'lsa ham obzorni qilib o'tamiz. Bu safar ham darvozamizni obzorni qilib o'tamiz. Darvozamiz ikki qavatli shumkali varianti bo'lgan. Hop, korobkalarga o'nlik, taglariga ham o'nlik shivellardan foydalanganmiz. Oltiga to'rlarimiz ham hammasi qalinda bo'lgan. Hattoki to'qima profillar ham 1,5 ga 1,5 kvadratlarimiz ham hammasi qalinda bo'lgan. Pechburlarimizgacha hammasi qalinda bo'lgan. Bu joylar qora nerjavankada jilo berilgan. Hop, orqasi o'sha 1.8 utebleniya bo'lgan. Mana oldida ishlovlar bilan pashti 3 qavat bo'lgan. Darvozamizni orqa tomonini ham ko'rsatib o'tamiz. Zamoylarimiz kelsak, zamoylarimiz Zuber zamoyda bo'lgan. Hop. Hop, do'stlar, darvozamiz orqa ko'rinishi shu ko'rinishda bo'lgan. Orqasi mayin germatekisdan sepilgan. Orqasi tekis holatda bo'lgan darvozamiz. Hop, shannerlarimizga keladigan bo'lsa, shannerlarimiz qirali shannerlardan qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Darvozamizni orqa ko'rinishini so'raganlarga darvozamiz orqa ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi. Buni bir qavatli varianti ham bor. Bir qavatli variant bo'ladigan bo'lsa, listimiz cho'kib turadi orqa tomondan. Ozgina bilinib turadi, profillarimiz ko'rinib. Ikki qavatlisida shunday ponni yopiladi, ashibga bo'ladi darvozamiz. Darvozamiz eniga 3,5, bo'yiga 3 holatda bo'lgan darvozamiz. Xudo xolasa darvoza o'ta chiroyli chiqdi degan umiddamiz. Hop, do'stlar, darvozani ko'rdilar. Qisqacha bo'lsa ham obzorni qilib berdik. Agar yana to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, aloqa qilsalar, yana to'liq ma'lumotini beramiz. Qanaqa detal ishlatamiz, qanaqa material, stenkasi qanaqa, hammasini to'liq ma'lumotini beramiz. Hop, bizda o'sha eng arzon variantdan eng qimmat variantgacha vibrlar bor, 300 dan ortib turib bor. Kataloglarni tashlab ber desangiz, kataloglarni tashlab beramiz. Hop, o'lchab, olib kelib, o'rnatishlar hammasi besplatni, xudo xolasa. Hop, darvozamiz summasi keladigan bo'lsa, shu darvozani 1 kvadrat metri 1,400,000 so'mdan kelib o'rnadi. Darvozamiz kvadrati 1,400,000 so'mdan shu joyga kelib o'rnadi. Aloqa chiqsalar, xudo xolasa albatta hammasini kelishtirib beramiz. Buni o'sha bir qavatli varianti bo'ladigan bo'lsa, bir qavatli varianti o'sha 1,250,000 so'mdan chiqadi. Ikki qavatli variant shu 1,400,000 so'mdan chiqqan. Eng arzon variantimiz 500,000 so'mdan boshlab 3 milliongacha vibra bor. Kataloglarni tashlab beraveramiz. Bizning manzillarimizga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jirekapa qishlog'ida. Joyda o'ziga borib zakaz beraman desalaring, joyda o'ziga kelib ham zakaz berishlaring mumkin. Do'stlar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'yasizlar, muntazam ish jarayonlarini kuzatib borasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like tugmachasini bosib qo'yasizlar.